manga qarang, qochib kelgan joyingiz onangizni uyi bo'ldimi? Nima? Men uchta bola bilan uyda qiynalib o'tirishim kerakmidi? Aytib qo'yay, men xotirjam yashamas ekanman. Sizga ham tinchlik bermayman. Nima ahmoqsan, ahmoq xotin? Mana sizga. Surxondaryoda oilaviy nizo sabab janjallashgan xotinning mojarosi erkakning o'limi bilan yakunlandi. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarda aytilishicha, 1991-yilda Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida tug'ilgan 3 nafar farzandi bo'lgan ayol turmush o'rtog'i bilan muntazam janjallashib kelgan. 2025-yilning 12-sentyabr kuni soat taxminan 9:30 atrofida turmush o'rtog'ining ota-onasiga tegishli yashash uyi hisoblangan Jarqo'rg'on tumanidagi uyiga Labo rusumli mashinada borgan. Uyning kirish joyida eri bilan o'zaro tortishib qolgan va uni qasddan o'ldirish maqsadida o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'ini turmush o'rtog'ining hayoti va sog'ligi uchun muhim organ hisoblangan chap ko'krak sohasining yurak qismiga bir marotaba sanchib olgan. Natijada erkak olgan og'ir tan jarohati tufayli vafot etgan. Xonadonga kirilganda qon dog'lari, oyoq kiyim, pichoqlar turibdi. Bu yerda o'sha hodisaga aloqador bo'lgan och ko'k rangli oshxona pichog'ini birinchi raqam bilan belgilab olamiz. Demak, hodisa sodir bo'lgan joydan shu ko'rinishda o'sha pichoqda g'ilofi ko'rinishdagi etiketka qog'oz mavjud. Avtomashinani haydovchi tomon eshigida, o'sha ushlagich tomonida, ochqich tomonida qonga o'xshash qizg'ish dog'lar mavjud. Sudda ko'rsatma bergan marhumning onasi keliniga nisbatan da'vosi yo'qligini, imkon bo'lsa, unga yengilroq jazo berishini so'radi. Sudlanuvchi sudda marhum turmush o'rtog'iga qanday qilib pichoq urganligini eslay olmasligini, qilmishidan pushaymon ekanligini, farzandlarining yoshligi hamda bu voqealar kuchli ruhiy hayajonlanish holatida yuz berganligini bildirib, oilaviy sharoitini inobatga olib, qonuniy yengillik berishini so'rab ko'rsatma bergan. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibda koloniyalarda o'tatilsin. O'ylamay aytilgan gaplar, jahl ustida qilingan qarorlar ba'zan nafaqat insonning o'zini, balki uning yaqin atrofidagilarni ham qiyin vaziyatlarga solib qo'yadi. Shunday ekan, har qanday holatda ham muammolarni qonuniy yo'l bilan hal etishga harakat qilaylik.